Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'd. Muhtaram azizlar, Muxtasarul Viqoya kitobiga oid sharhlarimizni davom ettiramiz. Inshaalloh bugun taloqni turlari, u turlarning ichida ochiq oydin taloqqa dalolat qilgan so'zlar bor, yo kinoyaviy so'zlar bor. Ular aytilsa qanday hukmlar bo'ladi, qanday taloq tushadi? Mana shu xususda birgalikda o'rganamiz. Bismillahirrahmanirrahim. وصريحه ما استعمل فيه دون غيره مثل أنت طالق ومطلقة وطلقتك وتقع به رجعية أبدا. Sarih, ya'ni ochiq taloq lafzlari bor. Taloqning ochiq lafzlari undagina ishlatiladi, boshqa narsada ishlatilmaydi. Masalan, ayolga nisbatan taloqsan degan so'z. Taloq so'zi faqat taloq qilishlik uchun ishlatiladi, ya'ni nikohdan ajralishlik uchun aytiladigan so'z hisoblanadi. Sen taloqsan arabchasiga, endi o'zbekchaga sen taloqsan. Mutallaqatun, taloq qilingansan, tallaqtuki, men seni taloq qildim. So'zlari bu sarih, ochiq oydin taloqqa dalolat qiluvchi, boshqa narsaga ishlamaydigan so'zlar hisoblanadi. Va taqa'u bihi raj'iyatun abadan. Ya'ni bu bilan raj'iy taloq tushadi doim. Bir odam taloq qildim desa yoki sen taloqsan desa, bunda bir taloq raj'iy taloq tushadi. Ya'ni qaytib olish mumkin bo'lgan taloq tushadi. Sonini aytmasdan sen taloqsan desa, taloq qilingansan yoki sen taloq qildim desa, bir taloqsan desa ham shunaqa. Mana shunda bir raj'iy taloq tushadi. Va intakaral mastara, agar mastarni zikr qilsa, mastar degani o'zagi degani, so'zlarning o'zagi. Bizda ham bor qilmoq, bajarmoq, misol qilish, yurish degan mastar so'zlar bor. Bularni bu yerda taloq qilish, endi arab tilida at-taloq yoki tatliq degan so'zlar mana shu taloq so'ziga ishlaydi, taloqning mastari hisoblanadi. Shularni qo'shsa, fasalasun innava. 3 taloqni niyat qilsa 3 taloq tushadi. Va illa farajiyatun. 3 taloqni niyat qilmasa bir raj'iy taloq tushaveradi bunda. Bu arablarda tatliq, taloq so'zlari mastar bo'lsa, bizda uni taloq qilish, taloq qilmoq deb aytsa keyin mastarga o'tadi. Bizi urfimizda, bizi odatlarda, odamlarda bu narsalar aytilmaydi. Sen taloqsan degan so'z ham taloq bo'luvchisan degan so'zni ma'nosida ishlaydi. Shuning uchun unda nima niyat qilgan taqdirda ham bir taloq tushadi, bir taloq tushadi. Ya'ni taloqsing degan so'zni aytsa, sonini qo'shmasdan. Wazahha idafatu at-talaq ila kulliha aw ila ma yu'abbaru bihi 'anil kulli ka ra'suki aw raqabatuki aw ruhuki aw wajhuki aw farjuki aw ila juz'in shay'in la ila al-yadi wal-rijli wal-dhahri wal-batni. Va bu yerda yana bir narsa bor, taloqni nisbat berish. Nimaga nisbatan taloq so'zi ishlatilsa taloq tushadi desa, taloqni nisbat berish mumkin ila kulliha, durust, ila kulliha. Xotinni kulliga, hamma joying taloqsan desa, yoki o'zing taloqsan desa, sen taloqsan desa, demak hamma qismiga taloq nisbatini bergan bo'ladi. Yo'inki kul, butkul insonni butkul o'zidan ta'bir beruvchi, ya'ni butkul o'zini ifoda qiluvchi bir so'z aytiladi, lekin insonni butun o'zi iroda qilinadi, u bilan shu narsa ifoda etiladi. Shularni aytsa ham bu ham taloqga nisbat bo'lgan bo'ladi, taloq tushadi. Masalan, ra'suki, boshing. Bosh deganda, masalan, bosh deyilsa ham odamni butun odam tushuniladi. Butun narsa tushuniladi, misol uchun. Bosh so'zi ham odatda odam butkul bir narsani hammasini ifoda qilish uchun ishlatiladi. Masalan, oldingi davrda qulni uni boshini ozod qildim degani nima degani bo'ladi? O'zini ozod qildim degani. Boshing ochiq degani o'zing bo'lsan degani misol. Demak, bosh so'zi ham umumiy hamma tanani, hamma qismini ifoda qilish mumkin bo'lgan so'zlar qatoriga kirar ekan. Yo'inki raqaba. Raqaba Qur'onda keladi, tahrir raqabatin. Bir raqaba ozod qilishdi. Bir raqaba bo'yin degani o'zida. Lekin bir raqaba u yerda bitta butun degan, bitta butun qul degan ma'noni ifoda qiladi. Demak, raqaba so'zi ham butunlikni ifoda qiluvchi so'z ekan. Raqabang taloq desa ham o'zing taloq degan gap bo'lar ekan. Bunda ham taloqning nisbati durust bo'lar ekan. Yoki ruhing, ruh. Masalan, ruh so'zi ham arablarda shunday ishlagan. Ruhi halok bo'libdi desa, o'zi halok bo'libdi degandek. O'shaning uchun ruhing taloq desa ham taloq tushadi deyilyapti. Yoki vajh, vajhuki, yuzing deyilyapti. Yuz ham gohida masalan
kulni ifoda qiladi. Hamma qismni insonni butunicha ifoda qilishi mumkin. Masalan, falonchini vajhi boqiy qolibdi xolos desa, o'zi degandek gap bo'ladi. O'shani yuzidan o'tolmabdi degani, o'zidan uyatibdi degani. Butkul o'zidan degani, insonni o'zidan. Shuning uchun vajhing taloq, yuzing taloq desa ham taloq tushadi. Farjuki yoki farz degani ayol kishini o'sha a'zosi, jinsiy a'zosi, bunda ham butun odamni ifoda qilish mumkin bo'ladi. Shunday so'zlar ishlatiladi. Avila juz'in shay'in yoki bir qismini, ayol kishini bir qismiga nisbatan taloqni ishlatsaki, u ma'lum qism emas, qayerdadir joylashgan bo'lishi mumkin. Masalan, yarming taloq desa, yarming degani odamda yarim bo'ladi, lekin yarming deganda qaysi qism nazorat etilmaydi. Pastdan yarim bo'lishi mumkin, tepadan yarim bo'lishi mumkin yoki 3dan 1 deyish mumkin. 3dan 1 desa ham 3dan 1 ham qayerdadir insonni 3dan 1 bor, hamma joyiga nisbatan ishlash mumkin. Mana bu bir jihatdan 3dan 1 bor, bu tepadan 3dan 1 yoki pastdan 3dan 1 deb turib, misol uchun mana shunaqa mana shunday juz'iy shay'a, ya'ni hamma joyga tarqab, hamma joydan bo'lishi mumkin bo'lgan juz qism. Bunda endi shunga misol bo'ladi, o'sha 2dan 1, 3dan 1, 4dan 1, 10dan 1, hatto 10dan 1 taloq desa ham taloq tushadi. La ilal yadi, qo'lga, oyoqqa, belga nisbat berish durust emas. Qo'ling taloq desa, demak taloq tushmaydi. Beling taloq desa taloq tushmaydi. Oyog'ing taloq desa taloq tushmaydi. Lekin bu yerda bir narsani hisobini olish kerak. Bu o'sha vaqtdagi urf, arablardagi urf e'tiboridan aytilyapti. Qaysi bir yurtda qo'l degandan butun inson nazorat qilinsa, oyoq deganda yoki bel deganda butun inson nazorat qilinsa, nazorat qilish mumkin bo'ladigan bo'lsa, ularda bular bilan ham bu so'zlarni o'sha taloqni shu narsalarga nisbat berishlik bilan ham taloq tushishi mumkin. Va ba'du talqati talqatun. Taloqning ba'zi qismi taloq hisoblanadi. 3dan 1 taloqsan desa ham, yarim taloqsan desa ham bir taloqqa yuradi. Va isnani fi isnayni isnani. 2 taloqda 2 taloqsan desa 2 taloqqa kiradi. Obtidaul g'oyati yadkhulu al-intihauha. Masalan, g'oya degan narsa bor, masofani ifoda qilish so'zlar bor. Bu arab tilida min, bizda dan bo'ladi. Dangacha, min ila ishlatiladi. Dangacha. Masalan, 1dan 3 gacha taloqsan desa, bu masalan 1dan 3 gacha bo'ladigan masofa g'oya deyiladi. Shunda dan degani boshni ifoda qiladi, gacha oxirini. Boshi kiradi, oxiri kirmaydi deyapti. Bir taloqdan 2 taloqqacha taloqsan desa, 1 kiradi, 2 kirmaydi. Dan, 1dan deb bu g'oyani boshlanishi hisoblanadi. 2 gacha 2 tugash hisoblanadi. Shunda 1 kiradi, 2 kirmaydi. 1dan 2 gacha taloqsan desa, bir taloq tushadi. Mobayna kamin. Mobayna degani oralig'ida. 1 va 2 oralig'ida taloqsan desa ham mana bu dan deganga o'xshaydi. Ya'ni 1 va 2 oralig'ida taloqsan desa bir taloq tushadi. Xuddi 1dan 2 gacha taloqsan deganda bir taloq tushgandek. Bu yerda 1dan 2 gacha dedik, 1dan 3 gacha deydigan bo'lsa 2 taloq tushadi. 3 taloq tushmaydi, 2 taloq tushadi. 1dan 3 gacha deyilganda. Va anti taliqun fi Makkah tanjizun va fi dukhuliki Makkah ta'liqun. Sen Makkada taloqsan desa, Makkada yo umuman boshqa Toshkentda, Andijonda, Qo'qonda, umuman Yevropada taloqsan desa ham, u joyni, makonni tanlamagan uchun taloq. Bir joyda nikoh bo'lib, bir joyda taloq bo'lishi mumkin emas. Yo nikohda bo'ladi, yo taloqda bo'ladi. Shuning uchun u tanjizga kiradi. Darhol to'g'ridan to'g'ri taloq qilish hisoblanadi. Ya'ni Makkada taloqsan desa, u taloqsan degandek gap. Ya taloq tushadi. Endi fi dukhuliki Makkada ta'liqun. Makkaga kirishingda taloqsan desa, unda ta'liq bir narsaga bog'lash hisoblanadi. Agar Makkaga kirsang taloqsan degandek bo'ladi bu. Lekin Makkada taloqsani to'g'ridan to'g'ri aytsa, taloq tushadi to'g'ridan to'g'ri. Makkaga borib o'tirish shart emas. Lekin Makkaga kirishda taloqsan desa, Makkaga kirishingda taloqsan desa, bu ta'liq qachon Makkaga kirsa taloq tushadi. Makkaga kirganda taloqsan degandek bo'ladi bu. Demak, muhtaram azizlar, mana taloqqa oid ba'zi masalalarni o'rgandik. Eng asosiysi sarih lafzli taloq turlari bor, kinoya bor. Bugun sarihni o'rgandik. Sarih ochiqdan ochiq, ya'ni taloq so'zi ishlangan. Biz o'zbekchada ulamolarimiz qo'ydim degan so'zni ham qo'shishadi. Ayolga qo'ydim seni degan so'zni. Bu ham ochiq ayolga nisbatan taloq uchun faqat ishlatiladigan so'z, bu qo'ydim so'zi. Shuning uchun taloqsan deganda, taloq qildim degan so'zlarda bularning hammasida raj'iy taloq tushadi. Raj'iy taloqni masalasi inshaalloh quyida bayon qilinadi. Bu degani iddat tugamasdan oldin nikohini o'zida ayolni qaytib olish mumkin bo'ladigan taloq degan. Ya'ni nikohsiz ham qaytib olish mumkin bo'ladigan taloq degan hisoblanadi. Alloh taolo
barchalarimizni ilmlarimizga o'zi ziyodalik ato qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.